Bolalar sizlarga meni akalik, dinimizni talabi meni akalik sizlarga maslahatim. Qumor o'ynamanglar. Qizlar bilan munosabat qilmanglar. Yomon xor qiladi, sharmanda qiladi, sindiradi. Ko'ryapmiz kimlargadir ilakishib qolib oilasidan, pulidan, do'kanidan, joyidan, obro'sidan ajralayotganlarni nechtasini ko'ryapmiz. Ayollarning makr hiylasi juda ham yomon deydi Alloh Qur'onda. O'sha ko'chada yurganlar sizdagi bor shirani olib bo'lgandan keyin boru ruschasiga pashshol deydi ketasiz. Pulingiz tugaganini bildimi? Bitta sababni qiladi, janjallashadi. Men sizdan xafaman deydi. Xafa, pulingiz tugadi sizni. Bu pulingiz uchun bizni muslima ayollarimizchi kasalligimizda ham, kambag'alligimizda ham, yo'g'imizda ham, borimizda ham dadasi xo'jayin deb turibdimi? Ulardan qolmaylik akalar. Ulardan qolmaylik. Shular baxtimizga sog' bo'lsin.